Nogiron bolaning onasiga maktubi. Azizlar, bu videomizni albatta nogiron farzandi bor onalarga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Tug'ilishimga juda oz fursat qoldi. Ammo sizga aytishim kerak bo'lgan muhim narsa bor. Ayrimlarning fikriga ko'ra nuqson bilan boryapman oldinga. Uzrli deydilar meni. Ammo men sendan boshqa hech kimdan uzr so'ramayman onajon. Sendan hozirdan uzr so'rayman. Mendan kutganlaringga javob bera olmaganim uchun. Qo'shnilarimiz bolalarini men bilan o'ynashga qo'ymaganida egiladigan boshingiz uchun. Ayol bo'lib menga tuzukroq bola ham tug'ib bera olmading degan ta'nani eshitasiz bir kun. Va bu ma'lumot quloqlaringiz ostida ko'p jarang sochadi. Otamning oldida yuzingiz shuvut bo'lgani uchun kechiring meni onajon. Do'konma-do'kon kezinib, ishtiyoq bilan menga velosiped tanlash o'rniga g'ildirakli nogironlar aravachasi sotib olayotganingizdagi iztirob uchun meni kechiring onajon. Men tufayli oilaviy yig'inlarga, tabiat qo'yniga dam olishga, bayramlarga chaqirilmaysiz. Chaqirilsangizda bora olmaysiz. Sizga sog'lom bola tug'magan ayol deb irim bilan yaqinlashishmaydi. O'shangdagi mung to'la ko'zlaringizdan oqqan yoshlar uchun meni kechiring onajon. Kechiring meni. Ammo sizdan bir o'tinchim bor. Mendan zinhor voz kechmang onajon. Oyoqlarim kuchsiz bo'ladi. Zinalardan oson chiqa olmayman. Zinhor meni qo'lingizda ko'tarib chiqmang onajon. Hamma to'siqlarni birga yengishga yordam bering, ammo qo'limdan tutmang. Menga yordam berishni istasangiz, yuqoriga chiqing-da, menga kel deng. Chiqolmasam yig'larman balki. Ammo siz yig'lating meni. Yig'lasamda zinalardan o'zim chiqishimni so'rang mendan. Yo'qsa aslo kuchli bo'la olmayman. To'siqlarni yenga olmayman. Quloqlarim yaxshi eshitmaydi. Tilga kirishim ham ancha kechikar balki. Ammo meni sukutimga qo'yib bermang onajon. Men bilan ko'p gaplashing. Gapirtirishga harakat qiling onajon. Menga ko'p kitoblar o'qib bering. Ko'p allalar ayting onajon. Bo'lmasa aslo gapirmayman. Balki tagimni qo'l qilib qo'yarman. Ishtonimni iflos qilarman. Mayli-da demang menga onajon. Yo'q deng. Menga g'amxo'rlik qilish va meni xursand qilish uchun har istagimni qilavermang onajon. Iltimos yig'lating meni, toki kelgusida birga yig'lamaslikni istasangiz. Yo'qsa aslo oyoqqa tura olmayman. Balki tug'ilganimda yuz ko'zim hamma insonlarniki kabi bo'la olmas. Chiroyli bola bo'lmasman balki. Ammo siz menga go'zal nigohlar bilan qarang onajon. Shunday qarangki, men ham oynaga qaraganimda qarshimda go'zal bir chehra ko'rayin. Yo'qsa o'zimga aslo tabassum bilan qaray olmayman onajon. Ko'p narsalarni tushunmasligim, idrok etmasligim mumkin. Ammo siz menga qayta takror va takror tushuntiring, uqtiring onajon. Zinhor mendan voz kechmang jon ona. Bo'lmasa aslo o'rganmayman bu dunyoni. Oxirgi o'tinchim sizdan iltimos, bularni eshitayotganingizda yig'lamang. Chunki men yozayotganimda yig'lamadim onajon. Nogiron farzandni katta qilayotgan onalar, siz eng yaxshilariga loyiqsiz. Siz Alloh tomonidan tanlangan insonsiz. Mana shunday mehr, muhabbatni bu dunyoga olib keladigan farzandlarni sizga Alloh uyingizga mehmon qilib bergan ekan, bundan hech ham kuyinmang. Inshaalloh har bir qilgan harakatlaringiz, davolayotganlaringiz, bunday bolalarga berayotgan mehringizni hammasini Allohim ajrini berguvchidir. Salomat bo'ling.